Biz hadislarga amal qilaylik. Shu iymon bo'ladi. Iymonimiz ko'rinsin. Mo'minligimiz bilinsin. Ya'ni hammamiz ham pulga ehtiyojimiz bor. Bo'lyapti, ehtiyojimiz chiqyapti. Allohga tavakkul qiling, Alloh yo'liga ishlating, Alloh sizga ko'paytirib beraveradi. Nahotki Allohga yomon gumon qilsangiz, Alloh yo'liga ishlatsangiz, Alloh bermay qo'ysa sizga. Shunchalik Allohni yomon ko'rasizmi? Allohni siz shunchalik bir pastkash deb o'ylaysizmi? Shunchalik bir baxil deb o'ylaysizmi? So'rasangiz bermaydi deb o'ylaysizmi? Bir do'stingizdan pul so'rasangiz, shuni berishiga ishonasiz. Meni do'stim deysiz, u meni so'zimni qaytarmaydi deysiz. Yaxshi inson deysiz. Bir maxluqni yaxshiligiga ishonasiz, Allohning yaxshiligiga ishonmaysizmi? Ishonsangiz nimaga Allohdan so'ramaysiz? So'rang katta-katta. O'zimizni tarbiya qilaylik, isloh qilaylik. Hech narsa emas, Allohga oson bu narsalar. Katta niyat qilaylik. Butun dunyoga xizmat qilamiz. Ham mol tarafidan, ham ilm tarafidan deb niyat qilaylik. Nima ketadi bizdan? Va bizning maqsadimiz nima? Hammamizning maqsadimiz aziz yashashlik emasmi? Dunyoda ham oxiratda ham aziz bo'laylik. Butun ne'matlar bizniki bo'lsin, Alloh bizdan rozi bo'lsin. Shu emasmi bizning maqsadimiz? Maqsadimiz shu bo'lsa, buning yo'li mana shudir. Dinga xizmat qilishlik. Topganimizni dinga ishlatamiz. Boshqa yo'li yo'q. Qur'on hadisga xilof qilib, Qur'on hadisni tark qilishlik bilan hech kim aziz bo'lmaydi. Faqat xor bo'ladi xolos. Allohga qaytaylik. Alloh bizni imtihon qilyapti. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom man kimiki deyaptilar. U talib ilm bo'ladimi? U mulla bo'ladimi? Da'vatchimi? Mujohidmi? Musofirmi? Muhojirmi? Kim bo'lsa bo'lsin. Kim bo'lsa bo'lsin, har bitta insonga qo'yilgan qonun qoida shu. Boshqa qoida yo'q. Hech kim bu qoidadan chiqolmaydi. Shuning uchun hech kim holatini bahona qilib, men bu holatdaman-ku, qanday qilib beraman demasin. Allohdan qo'rqsin. Kimiki shunday e'tiroz qiladigan bo'lsa, Alloh va rasuliga e'tiroz qilyapti. Allohni qo'ygan shu koinotdagi, dunyodagi qonuniga qarshi chiqyapti u. Qarshi chiqqanligi bilan bu qonunni buzalmaydi. Baribir qonun qonundir. La yubaddalul qawlu ladayya. Alloh aytayapti, meni huzurimda so'z o'zgartirilmaydi deyapti. Nima degan bo'lsam shu bo'ladi deyapti. Faqat o'zingizni gunohkor qilganingiz qoladi xolos. Bu qonunga qarshi chiqib rasvo bo'lganingiz qoladi xolos. Shuning uchun Allohning qonunlariga itoat qilaylik, Allohning qonuniga ko'ra harakat qilaylik. Sahobalarning qaysinisi xor bo'ldi? Menga ko'rsatingchi. Qaysi sahoba shu topgan tutganini dinga ishlatib, Allohning yo'lida ishlatib, qaysinisi xor bo'ldi? Hammasi aziz bo'ldi-ku. Ilmda ham, molda ham dunyoda eng afzal insonlar bo'lishdi.